Nega Amerikada kasal bo'lish juda ham qimmatga tushadi? Agar sizda medical insurance sizda yo'q bo'lsa, tez yordamni o'zini chaqirish $1000 dan $3000 bo'ladi. Bir kunda kasalxonada yotish esa $3000 dan $10000 ham chiqishi mumkin. Oddiy rentgenni kuzatdik-da, $500 dan $600 tashkil qiladi. Shuning uchun ham sug'urtasi odamlar shifoxonaga borishdan juda ham qo'rqadi. Amerikada shifokor bo'lish uchun 10-12 yil o'qish talab qilinadi. Natijada shifokorlarga juda ham yuqori maosh to'lanadi. Va bundan tashqari esa AQShda dorilar narxi davlat cheklamaydi. Farmatsevtika kompaniyalari xohlagancha narx qo'yadi. Shu sababli bir xil dorilar Yevropada $10 bo'lsa, Amerikada $200 bo'lishi mumkin. Amerikada shifoxona davlatniki emas, aksariyati xususiy. Ular foyda uchun ishlaydi. Sug'urta tizimi juda ham murakkab. Odamlar sug'urtasi bo'lsa ham katta hisob oladi. Sud va kompensatsiya xavfi mavjud. Amerikada shifokor xato qilsa, millionlab dollar sud da'vosi bo'lishi mumkin. Shuning uchun sug'urtalar qimmat, shifoxonalar narxi esa oshiradi. Amerikada tibbiyot xizmat emas, biznes. Sug'urtangiz yo'qmi, kasal bo'lish ham boylik talab qiladi. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Agar bizda kasal bo'ladigan bo'lsangiz, qanchaga tushadi? Bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring.